Diqqat! Bugun siz eshitadigan xabar oddiy shou-biznes yangiligi emas. Bu voqea ortida bir insonning og'ir hayoti, murakkab taqdiri va jamoatchilikni o'ylantirayotgan savollar yashiringan. Ayniqsa, marhum aktrisa nomi yana kun tartibiga chiqqani vaziyatni yanada jiddiylashtirmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz Teskar axborot kanalidasiz. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda marhum komik aktrisa Halima Ibrohimova bilan bog'liq yangi xabarlar yana tarqala boshladi. Ushbu xabarlar ichida ayniqsa bir savol ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Uning turmush o'rtog'i keyinchalik kimga uylangan? Bu savol jamoatchilik e'tiborini tortmoqda. Chunki Halima Ibrohimova nafaqat sahnadagi obrazlari, balki o'ziga xos hayot tarzi bilan ham esda qolgan edi. Eslatib o'tamiz, aktrisa 1979-yilda tug'ilgan va og'ir sinovlarga boy hayot yo'lini bosib o'tgan. U bolaligidan boshlab murakkab sharoitlarda ulg'aygan, otasidan erta ayrilgan, keyinchalik esa onasidan ham yetim qolgan. Bu esa uning hayotiga katta ta'sir ko'rsatgan. Halima Ibrohimova san'atga kech kirib kelgan. Dastlab u bu sohani umuman tanlamagan, hatto huquqshunos bo'lishni orzu qilgan. Ammo hayotdagi burilishlar uni sahnaga olib chiqdi. Tasodifiy uchrashuv va taklif orqali u san'atga kirib keldi va qisqa vaqt ichida tomoshabinlar e'tiborini qozondi. Uning hayotidagi yana bir muhim jihat moddiy qiyinchiliklar. U bozor sharoitida ishlagan, turli sinovlardan o'tgan va aynan shu jarayon uni chiniqtirgan. Bu haqida u o'zi ham intervyularida ochiq gapirgan. Aktrisaning shaxsiy hayoti ham oson kechmagan. U uzoq vaqt turmush qurmagan va keyinchalik o'zidan yoshroq inson bilan oila qurgan. Bu qaror ham jamoatchilik tomonidan turlicha qabul qilingan. Endi asosiy savolga qaytamiz. Uning turmush o'rtog'i keyinchalik boshqa inson bilan oila qurganmi? Ijtimoiy tarmoqlarda aynan shu masala keng muhokama qilinmoqda. Ammo hozircha bu borada rasmiy tasdiqlangan aniq ma'lumotlar mavjud emas. Bu esa yana bir muhim savolni yuzaga keltiradi. Nega tasdiqlanmagan ma'lumotlar tez tarqalmoqda? Nega jamoatchilik marhum insonlarning shaxsiy hayotiga qiziqishni davom ettirmoqda? Halima Ibrohimovaning hayoti o'zi alohida e'tiborga loyiq. U ko'plab qiyinchiliklarga qaramay san'atda o'z o'rnini topa oldi. Uning obrazlari samimiyligi bilan ajralib turar, tomoshabinlarni kuldirar, ba'zan esa o'ylantirar edi. Aktrisaning vafoti ham jamoatchilikni larzaga solgan edi. Ma'lum qilinishicha, uning sog'ligi bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lgan. Operatsiyadan keyingi asoratlar uning hayotiga ta'sir qilgan. Bu holat yana bir savolni o'rtaga qo'yadi. Mashhurlarning sog'ligi, hayot tarzi va bosimi ularning umriga qanday ta'sir qiladi? Ular ham oddiy insonlar kabi muammolarga duch kelishini ko'pincha unutib qo'ymayapmizmi? Yana bir muhim jihat aktrisaning ruhiy holati. U hayoti davomida ko'plab yo'qotishlarni boshdan kechirgan. Bu esa uning xarakteriga, qarashlariga va hatto san'atiga ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Bugungi muhokamalar esa ko'proq uning vafotidan keyingi voqealarga qaratilmoqda. Bu qanchalik to'g'ri? Marhum insonning xotirasini qanday saqlash kerak? Oddiy tomoshabinlar bu vaziyatda nima qilish kerak? Eng avvalo, tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonmaslik zarur. Har qanday xabarni rasmiy manbalar orqali tekshirish muhim. Shuningdek, marhum insonlarning xotirasiga hurmat bilan yondashish kerak. Chunki ularning hayoti allaqachon yakunlangan, ammo ularning merosi yashab qoladi. Halima Ibrohimovaning hayoti bu saboq. Bu saboq shundan iboratki, inson qanday sharoitda bo'lmasin, o'z yo'lini topishi mumkin. Ammo bu yo'l har doim ham oson bo'lmaydi. Kelgusida bu kabi mavzular yana muhokama qilinadimi? Yoki jamiyat bu masalalarga boshqacha qarashni boshlaydimi? Bu savollar hali ham ochiq qolmoqda. Bugungi xulosa shuki, Halima Ibrohimova o'zbek san'atida o'z o'rniga ega bo'lgan ijodkor edi. Uning hayoti murakkab, ammo ibratli bo'ldi. Vafotidan keyin ham uning nomi tilga olinayotgani bu uning san'atdagi izidan dalolat beradi. Hurmatli tomoshabinlar, siz bu mavzu haqida qanday fikrdasiz? Marhum san'atkorlarning shaxsiy hayoti muhokama qilinishi to'g'rimi yoki ularning ijodi bilan cheklanish kerakmi? Eng muhim va tezkor yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Teskor axborot kanalini kuzatishda davom eting. Ushbu videoni boshqalar bilan ulashing, chunki bu mavzu ko'pchilik uchun muhim va o'ylantiruvchi bo'lishi mumkin.